içigen yada Kuş avaz koysazın yanrısın dostum Elgemez süsletmemiz burcimiz dostum ada Oynamızdı küllemizde, garmon kollarımızda, reyhan güller, kalsın çiçek, mangan yollarımızda. Voy voy, demiş oldu adıyla aparatla uçuk. Bak endi, meyli uçuk bolsunmu. Muşunda qarsamış studiyaga kim keldi programmasida sho'xchalliq kuylar aytilsa sizlar boshqacha jallanib ketar ekansiz. Albatta, albatta. Shunga bir qarsam shunda aldirash bo'ldinglar, mush naqshi bilan aytibli bir jallantirib aytay dedim-ku. Demişim o endi sho'x kuylar jallandırdı studiyamizni. Ras. Onun ustiga bugun shundaq bir mehmonni taklif qildikki, studiyani bo'lakcha jallantirib aytamdiki deyman. Mush naqshini men aytqicha shu mehmonimiz bir aytsinchu. Amsa bugungi studiya kim keldi programmamizga? Kim keldi-ku? Vay, Şadiye hoş geldin. Mana Şadiye geldi. Sizge tatar çek alıp kildi. Rahmet Şadiye. Aşağız yapıqın degan aşağılar. Aşağız deydi ekanmiz. Yapıqın deganna. Kamli. Vay, Şadiye ustazning o'z qo'li bilan pishirgan pishiriqlarni aytishni o'ylab qolibman. Jab begim keldi. Voy Şadiye, rahmat sizga. Azroq tetig'inimni bilma, lekin og'zimda qoldijim. Bugun mana sizningki chekchekni akilishingizda men bir urf-odatlaringiz bilan munosabatlik deb o'yladim. Nima sababdan bugun mana shu chekchekni bizga akilishni o'ylab qoldingiz? Bizde Tatarlarda aziz mehmonlarni aldığa chiqqan vaqtida chekchek pishirib, uyda Tatar qizlari shu mehmonni aldığa chekchekni pishirib olib chiqadi. Mehmon bo'lib qaytadigan vaqtida yana chekcheklari bilan chekcheklarni sovuq qilib, ularni yo'lga soladi. Bu chekchekning bek meningcha buning bek cho'nqur ma'nosi bor deb o'ylayman. Chunki bu bo'g'irsoqlarni birdan asarlar bilan chaplab buni shakl keltirishning bu bir uyushchanlikning, ittifoqlikning, ittifoqlikning simvoli deb bilaman. Tatar tilim bek chiroysiz. Tatar tiliga pishiqmi? Men asosiyatan yaxshi so'zlayman. Bir fursat bo'lsa, mening tatar tili o'rgangim kelyapti. Men uchun eng baxtli ish sizga tatarcha ketish. Rahmat. Anandikin tatarcha naqshlarmi shundaq sho'xchanlikda. Anandikin Şadiye, yana bir narsaga diqqat qildim. Uni shundaqla o'zining patnosi bilan ko'tarib kirmasdan, pastga shundaq bir chiroyli dasqini bilan, undaq bir lingisimon dasqan bilan akiribsiz. Buningmi bir ma'nosi bormi? Shundaq tatar sulgisi u. Shu sulgilari bilan bu hurmatda. Tatar ayollari masalan uyda alyapqish deymiz biz. Partuqni ayirmaydi uyda. Şu partuq taqaplama yuradi. Mesela biz sakinlardimi ko'ramiz, usullardimi partuq taqagan. Tatarlar desa oldida chuqum alyapqishi bor. Shunday güzel motor ko'rmagi bor qizni ko'z oldimizga keltirdi. Mana biz tatarlar gul chechaklarni bak yaxshi ko'ramiz. Kiyimlarimizning o'rnaklarida hamiyada chuqum g'uncha, gullar ichilgan bo'ladi. Hatta yerlarimizda shunday tatarlarda ko'ynaklarga ko'lmak deymiz. Ikki aslida ikki laplamasi bo'ldi. Yangilarda mı laplamasi bo'ldi? To'g'ri. Uningdagi ko'pinchisi mana tik yoqiliq, bu yerga gul ishlagan, gul kashtagan ko'ynaklar bo'ldi. Buni ustiga biz kamzul deymiz. Kamzulni kiyimiz. Arlamu konvoy ko'pdilar bilan undan uzun kamzulni kiydi. Uzun kamzullarni kiydi. Bayramlarda shu an'anaviy kiyimlarni
kiydi. Şadiye ustozdan birga o'rgangan bilimlarim bekcha qoldi. Men o'zimmo kiyim-kechak savdosi qilayotgandan keyin bu bilimlarni o'rganib olganim menga bek yaxshi bo'ldi, ham menga bek cho'ng ta'sirlar bo'ldi. Tatar millati Jungodagi asonliq millatlarning ichida nüfus azroq bo'lgan millatlar qatoriga kirdi. Tatar millati Jungoda hozir nüfusi az millatlarning ichida. Ya'ni 3600-4000 ga bormaydi. Asosiyatan ma'u Xinjiang'ningki G'ulja, Urumchi, Cho'chak, Altay, Gochung. Gochungda tatarlar yezisi shundaqmi? Tatarlar yezisi bor. To'g'ri. Shadiya, mushu sizdan savol so'raydiganlarmi? Yomon ko'p bo'ldi sizni ziyorat qilamiz degandek. Ustozning degini jir degini bizda tatarcha naqshini jir deymiz. Men bugun mush fursatda Shadiya ustozning eng ko'p aytilgan naqshlarini o'rganib olgan bo'ldim. Bizning chaqalliq konsertlarda bo'lsin, bir necha bo'ldi men shu jirlarni aytyapman. Unda bo'lsa Shadiya, mushu bizning yego qahvalarini ichib taz bir jonlanib, jirlaylichi. Qachon ishingda ediki deb to'liq qarab. Oynay bizda, jirilay bizda, karmon qo'llari bizda. Ay hay do'stim, ayda jirilay, karmon qo'llari bizda. Rayhan gullar, assin chechak, yurga yo'llari bizda. Ay alsin, yuraklar yansin, basal misal qansin. Ay yaparg'ay, biz bormaymiz yaparg'ay. Yatlar qalsin otlarda. Oy panim taranama yakarumshka. Isi barsha. Bajani dusha zaznabушка. Молодецка облича. Bajani dusha zaznabушка. Молодецка облича. Сиганишка вака вака, сиганишка чону вака, сиганишка чорная милая моя. Waladi woman chang chilai, waladi wuda jao chilai. Ai hai dostum mai ta chilai, waladi wuda jao chilai. Na chi shou fu chi chang zhe ge ya, ge chao woman di hao shen hu. Ai siganishka azza, siganishka chorgna mela ya maya. Bokchilar ga kirgan bo'lib Ay hay dostum, kayda jirlar, sundirmagilarimni. Sungan gulga o'xshitarman ayrilgan gullarimni. Ay siganishka vaka vaka, siganishka cho'ring vaka, siganishka cho'rgnay melayamaya. 谢谢，当然有关系。Bizniki Xinjiangda her millet shundaq ittifoq, inoq. Her milletin medeniyeti bir-birisiga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, biz cho'chakda turayotgan vaqtida bir ustalda o'tirsak, o'nimiz 10 millet bo'lib chiqadi. Shundaqmi Shavkat? Hamma millat bor endi. Hammamizning shu o'rtaq tilda so'zlab ketamizda, hammamiz bir tilda. To'g'ri. Ba'zida davlat o'rtaq tilida, ba'zida qozoqcha, ba'zida uyg'urcha, ba'zida man tatarcha degan. Tatarcha desa hamma tangchirlaydi. Nima degan yaxshi, ko'ngilli. Mening masalan qozoqcha naqshlarni, dog'urcha naqshlarni, mo'ng'ulcha naqshlarni aytishim shu madaniyatning ta'siridan. Shundaqmi? Unda bo'lsa yana bir boshqa tilda aytilgan nomordan birsi keladi ekan bu yak. Men texi sichu aytalayman.中状元着红袍，冒着宫花号啊，好新鲜呐Mening bu shunday yangi kuylarni aytqim keladi. Har qatim men tuvanga tushib bir konsertlar qatnashgan vaqtlarimda nurg'un naqshlarni olib boraman. Men naqshlarni aytaman, o'zim yaxshi ko'radigan nurg'un yangi naqshlarni olib boraman. Biroq bir sahndan tuvanga qaragan vaqtimda hammasi biz bu
Şadiye'nin naqsığı biz bilaymiz, 60'ga oynaymiz deb tayyor har kelishgan yigitlarmi bor, qizlarmi bor. Tayyor bo'lib turdi, shuni bilan yana shu sho'xni oqshomni yetib ketaman. Shu sho'xni oqshomni jillab ketaman. Kayfiyatmi yana shunday ko'tarilib ketadi. Ha, bizda amaliyotda tatarlardimi, tatar mungluq naqshlarni yaxshi ko'radi. Mungga bek ahamiyat beradi. Tanima ömürler yaz gibi kötü deyip çare çeşini kürsen de tanıma yaz kile de kite ömür şulay öte tanıma Bundan keyin yangi naqshlarni o'rganib, mana bugunmi studiyaga men o'zimning yangi naqshi tatar qiz degan yangi naqshini olib keldim. Mana amsiyen qaysi naqshlaringiz bor? Sağını kuyi degan jo'rimni, undan keyin go'zal Şinjan Meyli Şinjan, İzzet Adamninki bog'ning havasi degan naqshlarni olib keldim. Voy, qani Shadiya amsa, marhamat. Bugunki naq maydondami menga bir kish berayotgan bo'lsanglar, Qaynamsa Shadiya, naqshlaringizni yangiritdim. Marhamat. Rahmat. Eng avval bizga bu atritimizga bugun Mo'ng'ul muzikantimiz Tali qo'shildi. Shuningga Talini kim shu mikrofonni bir sinab qilib olgan bo'lsak. Birinchi naqshimiz tatar qizi. Endi boshildik.